Mashinaga shart emas bu yoqqa. Qaramadingizmi aka? Rafiniyami? Kim? Aka mehmonim bor. Piyodaga yo'l bermayapsiz, hurmatli haydovchi. Piyoda harakat boshlagandan keyin hurmatli haydovchi to'xtab, piyoda o'tkazib yuborib yo'l berish shart. Hozir ursizmi bo'lardi? Hujjatlarni saqlab qo'ying. Ham xavfsizga nima taqmagansiz. Yo'l harakat qoidasi 9-bandiga amal qilmayapsiz. Siz o'tirasiz bo'ladi, mashinaga shart emas bu yoqqa. Qaramadingizmi aka? Rafiniyami? Kim? Aka mehmonim bor. Braziliyadan mehmon kelayotganmiz. Izzatdan o'z mehmon keladigan-da. Toshkentdan mehmonlarimiz bor, lekin baribir Ispaniyaga chiqib ketishimiz kerak. O'shancha shoshilib ketadigan aka. Men sizni birinchi ko'rib turibman, to'g'risi. Siz bular yo'lovchimi? Siz yo'lovchiga qo'yib turishingiz kerak. Bular haydovchi qani? Bular rulda. Rulda bular Mehmonmiz aka, mehmonlar Qayerdasizlar? Aeroportda Izzatdanmi aka? Birinchi kelishlarmi? Bizning maqsadimiz jarima qilib jazolash emas. Mayli mehmon ekansizlar, mehmonlar hurmati bor. Nimaga bunaqa sovuq hozir qish oyidamiz, sovuqdamiz. Mayli endi biz ishlarni omad tilab qolamiz, agar